Assalom kichik do'st. Siz endi Z harfining har xil shakli, so'zlardagi o'rni va boshqa harflar bilan qanday qo'shilganligini yaxshi biling. Yolg'iz Z, ulanma Z, Zirapijon egiz bo'g'ash osmonga beqib, tushib ketdi bir o'rakka, g'o'ppidi qilib. Ana qara bayag'anda tega izi, tegidiki sahib Jamol Uyg'ur qizi. Zega ani qo'ysa za bo'ladi. Z a za. Zega ani qo'ysak za bo'ladi. Z a za. Az, az. Az. Ağa zatni qo'ysak azat bo'ladi. Azat. Erga zanni qo'ysak erzan bo'ladi. Zan. Erzan. İki do'st. Burunqi zamonda yap-yeshil o'tchib, büyük baraqsan daldirax va xushbaraq gullar bilan to'lgan bir joy bor ekan. Atrofdan olqonchilik qumluq yoki toshliq topqili bo'lmaydi ekan. Hayvonlar bu joyni jannat makoni deb atishadi ekan. Zirapijon bilan Yilpizoxun ashu sehi tabiatning qo'ynida g'amsiz, xushal-xuram yashab kelayotgan yaqin do'stlar ekan. Bir kuni ular odati bo'yicha dala saylisiga chiqibdi. Ular o'zlarining uyi, bolalari va ularning kelgusi to'g'risida paranglashib ketib, hech qachon uchratmagan bir qo'rqinchli manzilga duch kelibdi. Ular qarg'udak bo'lsa, atrofdagi dal-daraxtlar kesilgan, o't-cho'plar chaylangan ekan. Buni dodi kim qilgandi? Debdi Zirapijon ochiqini zo'rg'a besib. Bu heliq odam deb asildigan maxluqlarning qilgan ishi bo'lsa kerak. Qarg'ana bu izlarga shularni kerak qiladi. Debdi Yilpizoxun yiroqqa so'zilgan odam izlarini ko'rsatdi. Biz mush iz bo'ylab mengib boqaylik. Balkim odamlarning shuncha ko'p daraxtni zoda nimaga ishiltirganligini bilib olamiz. Debdi Zirapijon. Ular odamlarning izini bo'ylab yurib ketibdi. Yo'lda ularga uzilib ketgan bir zanjir uchrabdi. Bu zanjirni cho'qim daraxt kesganlar tushirib qo'ygan gap. Debdi Yilpizoxun tishlarini g'o'chirildi. Ular mengib berib cho'ng bir zavodning oldiga kelib qoldi. Heliqi iz udul mush zavodga kirib ketgan ekan. Yilpizoxun o'zini tuta olmay Zirapijonga: "Do'stim, meni mush yerda saqlab turgan. Men zavodga kirib haqiqiy ahvolni o'qib boqay. Hayal qilmay chiqaman. Tasodifiy chiqamay qolsam, udul berib o'rmon podshohiga xabar qilaman. Agar o'lib ketsam, bolalarimga qarab qo'yasan." Debdi Isada. Undaqda men jenim do'stim, sen cho'qim qaytib chiqa olaysan. Debdi Zirapijon ko'ngli g'amkin holda. Shunda qilib Yilpizoxun zavodga kirib ketibdi. Zirapijon uni saqlab turibdi. Bir chaqda Yilpizoxun taxtaydan birini tishlagan holda zavoddan chiqib ketdi. Ikki do'st sog'-salomat ko'rishib ahvollashibdi. Aslida odamlar daraxtlarni kesib akilib, bu zavodda zinnat taxtiyi va boshqa turmush lozimatlarini yasaydi-ki. Ular haqiqiy ahvolni bilgandan keyin bu ishni o'rmon podshohiga xabar qilishga menibdi va barliq hayvonlarni to'plab o'rmonni jon tikib qo'g'dashni ko'ngliga tikibdi.